Koson tumani Jizzalik mahallasida milliy sportimiz o'zbek kurashini rivojlantirish, ajdodlar xotirasini ulug'lash hamda yosh avlodni jismonan sog'lom, ma'nan yetuk etib tarbiyalash maqsadida keng ko'lamli sport tadbiri kurash turniri tashkil etildi. Mazkur nufuzli musobaqa mahalladan yetishib chiqqan, bugun oramizda yo'q bo'lgan polvonlarning yorqin xotirasiga bag'ishlandi. Turnirda respublikamizning turli viloyatlari, shahar va tumanlari, shuningdek, olis qishloqlaridan tashrif buyurgan polvonlar ishtirok etib, o'zaro kuch sinashdilar. Musobaqa yuqori saviyada sportning halollik, mardlik va bag'rikenglik tamoyillariga to'la amal qilingan holda tashkil etildi. Tadbir avvalida mahalla nuroniylari tomonidan o'tib ketgan polvonlar xotirasiga bag'ishlab Qur'on tilovati ado etildi. Ushbu marosim orqali marhumlar ruhi yod etilib, ularning sportdagi jasorati, mardligi va ibratli hayot yo'li yana bir bor e'tirof etildi. Nuroniylarning duolari tadbirga alohida fayz bag'ishladi. Shundan so'ng mahalla nuroniy oqsoqoli tomonidan musobaqaga rasman start berildi. Oqsoqolning ezgu tilaklari va duolari ostida boshlangan kurash bellashuvlari ko'tarinki ruhda katta qiziqish bilan davom etdi. Ushbu sport tadbiri mahalla polvoni Soyib Qurbonov tashabbusi bilan mahalla yoshlari hamda nuroniylari hamkorligida puxta tashkil etildi. Turnir davomida Soyib Qurbonov hakamlik va boshlovchilik vazifalarini olib borib, har bir bellashuvni professional darajada sharhlab, tadbirning mazmunan boy va tartibli o'tishini ta'minladi. Bellashuvlar davomida polvonlar o'z mahorati, chidamliligi va kuchini namoyon etib, tomoshabinlarga haqiqiy sport bayrami tuhfa etdilar. Har bir olishuv keskin va murosasiz kurashlarga boy bo'lib, ishtirokchilarning yuqori tayyorgarligi va qat'iyati yaqqol namoyon bo'ldi. Tomoshabinlar esa bellashuvlarni katta qiziqish bilan kuzatib, polvonlarni faol qo'llab-quvvatladilar. Mazkur turnir nafaqat sport musobaqasi, balki milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ajdodlar merosini davom ettirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiluvchi muhim ma'naviy ma'rifiy tadbir sifatida ham alohida ahamiyat kasb etdi. Koson tumani Jizzalik mahallasida o'tkazilgan ushbu kurash turniri yuksak tashkiliy saviyada o'tgani, keng jamoatchilikni birlashtirgani hamda milliy sportimiz rivojiga munosib hissa qo'shgani bilan e'tiborga loyiqdir.